Sharof Rashidov nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida Infolib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida davra suhbati tashkil etildi. Tadbir davomida bir qator yangi kitoblar taqdimoti ham o'tkazildi. Mazkur tadbirda Jizzax davlat pedagogik universiteti professor-o'qituvchilari, O'zbekiston Milliy gvardiyasi Jizzax viloyati boshqarmasi xodimlari, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talaba-yoshlari hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Jizzax viloyati bo'limi vakillari faol ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar ilm ma'rifat manbai, tafakkur qanoti bo'lgan kitoblarning hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini alohida e'tirof etishdi. Viloyatimizning ijodiy muhiti va qalami o'tkir yozuvchilar tomonidan chop etilayotgan bir qator ibratli va falsafiy asarlar mazmuni haqida ham so'z bordi. Qolaversa, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Jizzax viloyat bo'limi rahbari Iqboloy Umarovaning Eshikli uy asari taqdimoti hamda adabiy ko'rgazmalar tashkil etildi. Muallif tomonidan ushbu kitob haqida, uning yozilish tarixi borasida batafsil ma'lumot berildi. Bu asarni o'qib chiqdim va menda juda katta taassurot qoldi. Har bir inson o'zini bolalik xotiralarini yozar ekan, ota-onasiga to'xtalar ekan, unda haqiqiy g'ururni tuyadi, faxrni tuyadi. Tabassum bilan, ko'zida yosh bilan ularni xotirlaydi. Bugun mana shu asarni taqdimot marosimida men shu narsani yana guvohi bo'lyapman. Anchagina insonlar mana shu yerga kelganlar shu kitob bilan tanish ekan. Men juda xursand bo'ldim. O'qiganlarga, fikrlariga qo'shildim, savollar berdim, javoblar oldik. Iqboloy Umarovani yanada kelajakli ishlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Qayd etish kerakki, Eshikli uy asarida insonning ichki dunyosi, tanlov va tafakkur, shuningdek jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlar masalalari alohida yoritilgan. Insoniy fazilatlar, mehr-oqibat tushunchalari yozuvchi qarashlari orqali aks ettirilgan. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan yaqindagina chop etilgan Ustozga ehtirom nomli kitobni ham taqdimoti bo'lib o'tyapti. Juda yaxshi bugungi nafaqat yoshlarga, balki butun aholimizga, O'zbekiston aholisiga, katta-yu kichikka 7 yoshdan 70 yoshgacha bir yaxshi bir qo'llanma. Hammaga, butun xalqqa ustoz bo'ladigan darajadagi mana shu ustoz maqomini olgan insonlar, Ibrohim G'ofurov, Sirojiddin Said yoki ayollardan Dilbar G'ulomova haqida, Oynisa Musurmonova haqida yoki o'sha Munojat Yo'lchiyeva haqida, O'zbekiston qahramonlari, O'zbekiston xalq shoirlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlarini, hayotdagi shiorlari, ularni o'sha hayotini o'zgartirgan kitoblar haqida bu yerda yozilgan. Tadbirda adabiyot ixlosmandlari, yosh kutubxonachilar, talaba-yoshlar va ijodkorlar ham kitobxonlik va bugungi zamonaviy adabiyot borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi.